Prям oshiq bo'ldim. Shu ko'rgan makiyajlarga prям oshiq bo'lib qoldim. Shuning uchun bugun sizlar bilan shu makiyajni qilamiz. O'zi to'g'risi anchadan beri bunaqa noodatiy makiyajlar qilmayotgandim, lekin bu makiyajni ko'riboq buni qilmasam bo'lmaydi dedim. Yangi va eski palitramdagi ranglarni mix qilamiz. Birinchi ko'zimga makiyaj qolaman, shu sababdan och ko'k bilan boshlaymiz. Ish qilib ko'rganimdaqa chiroyli chiqsin-da qizlar, shuncha havas qilib qilyapman. Endi ko'zimni o'rtasiga qo'yishga menga prям oppoq highlighter kerak. Hozir highlighterlarning ikkita varianti bor, yoki bu oq yoki bu oq. Qaysi birini qo'yib ko'ring. Endi bizga prям sap-sariq rang kerak. Ikkala tenimda ham bor. Shuni hozir ko'zni aralashtirib, shu yuzimni chaqnatamiz. Men cho'ta bu makiyajimni o'rtasi quyosh va bu taraflari suv bo'lib ketgandek tuyulyapti menga. Sizga qanaqa tuyulyapti? Kommentariyga yozib keting. Yuzim shunaqa prям pumpishti bo'lishi kerak. Shu sababdan shu rumyalarni tanladim. Bekorga meni bu makiyajda qilib ko'rgim kelmagan ekan. Sizlar ko'nglim sezgan ekan bu makiyajga men oshiq bo'lib qolishimni. Atay bu makiyajni qilgandan keyin kosmosdan ko'rinadigan darajada yaltirashimiz kerak. Obbo qizlar, doim eng muhim narsa oxiriga qolib ketadi. Qoshimizni taraymiz. Yaltiragan sari yaltiragim keladi. Tuvba. Bu makiyajni yana ham zo'r ochib beradigan narsa bu tush. Men shu ko'kni qo'ygim keldi. Shu sababdan birinchi ko'kni sinab ko'ramiz. Qizlar, bu makiyajga boshqacha oshiq bo'ldim. Prям sevdim. Videoni icherigacha ko'rgan bo'lsangiz, aniq sizga yoqib qolganman. Yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska bo'lib qo'ying. Bu makiyaj menga juda ham yoqdi. Sizga yoqdimi? Makiyajni 1 dan 10 gacha kommentariyada baholab keting. Fikringiz men uchun juda ham qiziq. Men endi bu makiyaj bilan sevishgani ketdim. Sizga esa xayrli kun. Paka-paka.